Burunning burunasida bir qog'i bar bo'lib, u ish qilganda kallasini ishlatishni yoqtirmaydi ekan. Shunga hamish ahmoqona ishlarni qiladi ekan. Bu yil qishda havo nihoyatda sovuq bo'lib ketibdi. Sovuqning dardida yeydigan narsa tepishmi nihoyatda taslashib ketibdi. Qog'i bo'lsa doim ochliqdan beshi qiyib, ko'zi to'rilishib ketadi ekan. Bir kuni u tuyuqsiz yerda bir parcha go'shtni bayqab qopdi. U o'zining bundoq yaxshi ta'limi borligiga ishonmayli qopdi. U ko'zini kuchab surtib, sinchilab qarasa, haqiqatan bir parcha go'sht parchasi ekan. Buningdan qog'i nihoyatda xush bo'lib ketibdi. Hamda aldirab tinab etilib berib, go'shtni tishlab bir daraxtning ustiga uchib chiqibdi. Hamda to'yg'idek g'izolanmoqchi bo'libdi. O'ylamagan yerdan bu chaqda bir tulki kelib qopdi. Bu tulkining narsa yemaganligiga necha kun bo'lgan ekan. U qog'ining og'zidagi go'shtni ko'rgandan keyin sho'lgaylar eqib ketibdi. Hamda qog'ining og'zidagi go'shtni aldab akilib yesa nima degan yaxshi bo'ladi deb o'ylabdi. Shuning bilan tulki daraxt ostida turib, ko'rganicha qog'iga xushamad qilibdi. Voy qog'i pandim, anglasam yaqinda qush shaytonlaydi ekan-ku. Sizga o'xshash sharoiti yaxshi qushlar nemishqa musobaqaga qatnashmidi? Qog'i qush shaytonlaydiganligini anglab, bu ishga nihoyatda ko'ngil bo'lib, ko'zini yug'on ochqanicha tulkiga qarab, nima bo'lganligini so'ray deb turishiga, og'zidagi go'sht tuyuqsiz yerga tushib ketay debdi. Shuning bilan qog'i habla-shabla og'zini ching yumib, beshini chayqab, ishonmaydiganligini bildiribdi. Tulki qog'ining ko'ngildagini tepib, darhol uningga yana voy, sizning qushay bo'lish qammidan salohiyatingiz to'shidimi? Shuning bilan qog'i beshini qing'ir qilib tulkiga qarabdi. Uning chiroyidan gummalnish chiqib turadi. Tulki nihoyat astoydillik bilan qo'lini qayrab, uningga misol keltirishga boshlabdi. Ishonmayapsiz? Ammo men sizga bir necha misol keltirib beray. Qarang, ha? Birinchidan, sizning badaningiz yaxshi, kelishgan. Qog'i tulkining o'zini chiroyli deb maqtaganligini anglab, xo'shalligidan beshini langshitibdi. Tulki yana qog'iga qarab, ikkinchidan, siz nihoyat egiz ham tez uchsiz. Ishqilib tangdasiz botirjumi? Qog'i bularni anglab, tulkidan ko'zini uzmay qarab davomli so'zlayvergan degandek beshini qattiq langshitibdi. Buni ko'rgan tulkining og'zi texmi tatliqlashib ketibdi. Amisi uchinchisini desam, sizning ovozingiz siliq, hamma odam yoqtirib anglaydi. Sizning naqshlaringiz dunyoga dangliqchimi? Siz naqsh aytadigan bo'lsangiz, qushqash, bulbul deganlarning hammasi chatib turib tursin. Hammasining asiyodi sizdan qoladi emasmi? Qog'i bu maqtashlarni anglab, xo'shalligidan qinqiniga botmay ketibdi. Bu chaqdan tulki yana gapini davomlashtirib, bu oldingi ishga mataniga ko'pchilik birdek e'tirof qildi. Lekin eng oxirgi matanichi yana ba'zilar ancha ishonmayotdi-jimi buningga. Ba'zilar sizni naqshi esa nihoyatda yaqimsiz deydi. Ammo men bu gaplarga ishonmayman. Siz o'z ovozingizning go'zalligini isbotlab berish uchun bizga bir naqsh aytib bermamsiz. Shuning bilan titit bo'lgan qog'i og'zini amdil echib turishiga yiliqi semiz go'sht og'zidan tushib ketibdi. Bu chaqda tulki qattiq silkinib, o'rnidan jajrab, og'zini echib, go'shtni tutib Shuning bilan qog'i naqshi etayotgan chaqda tuyuqsiz bir yerining normal emasligini his qilibdi. Hamda beshini to'van silib qarasa, tulki o'zi terib kelgan go'shtni ishtaha bilan yeyibdi. Qog'i birdilla hammani tushunibdi. Hamda ochiqdan o'shidan ketgili tasli qopdi. U yuqori ovozda varqirabdi. Bu aldamchi tulki. Tulki bo'lsa, bir tarafdan mazza qilib yegash, yana bir tarafdan qog'ini masxir qilgan holda. Keling, haqiqatan yaxshi ekan. Agar kollagan azroq ishlagan bo'lsa, cho'qim qushay bo'lading emasmi? deb qog'ini toza masxir qilibdi.
点赞关注哦。